Demak, xulosaga keldikki, suv moddasi juda kichik zarrachalardan, fan tilida aytadigan bo'lsak, suv molekulalaridan tashkil topgan. Mana suv molekulasi o'sha. Bundan oldin ko'rganimiz suv molekulasi. Mana shu molekulani o'zi nimadan tashkil topgan yoki shunchaki aylana qanaqadir sharchami? To'g'rimi? Sharcha bo'lsa uni ichi nimadan tashkil topgan degan haqli savol tug'iladi. Agar biz mana bu shunqorga o'xshab mehr ko'zi bilan mana bu suv molekulasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana bunaqa holatni ko'ramiz. E'tibor bering, suv zarrachasi, ya'ni suv molekulasi yaxshilab juda ham kattalashtiradigan elektron mikroskoplar yordamida agar tekshiradigan bo'lsak, suv molekulasini o'zi mana bunaqa bitta katta sharcha hamda ikkita kichik sharchadan tashkil topganini ko'rishimiz mumkin. Albatta u sharchalarning rangi bo'lmaydi. Bu yerda rangni shunchaki ajratish uchun ko'rsatilgan, ya'ni katta yashil sharcha va ikkita qizil kichik sharchadan tashkil topganini ko'rishimiz mumkin. Demak, molekulaning o'zi yanada kichik zarrachalardan, yanada kichik sharchalardan tashkil topgan. Mana bu sharchalarni biz fan tilida eshitgan bo'lsangiz kerak, atom deb ataymiz. Atom. Demak, molekulalar atomlardan tashkil topgan ekan. Ya'ni atomlar birlashib mana bu molekulani hosil qilyapti. Bu molekulani biz kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, yana ham 3 ta sharcha birlashgan. Ikkitasi bir xil, yana bittasi boshqa xil. Kichik sharchalardan. Va mana bu sharchalarni biz atom deymiz. Va albatta mana bu uchalasini. Uchalasi ham umumiy nomi atom. Bu atomlar birlashib nimani hosil qilayotgan ekan? Molekulani hosil qilayotgan ekan. Demak, biz qo'rqmasdan ayta olamizki, molekula nimalardan tashkil topgan? Atomlardan tashkil topgan. Mana yozib qo'yamiz, siz ham yozib qo'ying. Molekula atomlardan tashkil topgan. Atomlardan tashkil topgan. Bu narsani siz tushunib oling, mohiyatan tushunib oling. Tushunarli? Tag'in ertaga teskarisini qilmang. Atom molekulalardan tashkil topgan deb qovun tushirmang hech qachon. Demak, atomlar yanada kichik sharchalar birlashib molekulalarni hosil qiladi. Demak, molekulalar nimadan tashkil topgan ekan? Atomlardan. Mana bu tasvirda suv molekulalarining hosil bo'lishini keltirganman. E'tibor bering, mana bir qancha qizil sharchalar, keling sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta qizil sharcha bor ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta yashil sharcha bilan urushib ketyapti, to'qnashib ketyapti. Biz buni kimyo tilida kimyoviy reaksiya deymiz. Hali bunga to'xtalamiz. Birlashib deylik, oddiy tilda birlashib mana bunaqa suv molekulalarini hosil qilyapti. E'tibor bering, har bitta yashil sharchaga har ikkita qizil sharcha to'g'ri kelyapti. E'tibor bering, 3 ta, misol uchun 3 ta qizil sharcha emas, mana bunaqa. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, u suv bo'lmaydi-da, endi u boshqa moddaga aylanib ketadi. Mabodo shunaqa bo'ladi deb farazdan qaraydigan bo'lsak. Tushundingizmi? E'tibor bering, mana jami bo'lib nima bo'lyapti? 8 ta suv molekulalari hosil bo'lyapti. Mana shu yerdan sizga bitta savol beraman. Savol sizga. Atomlar hammasi atom deganda bitta absolyut, ya'ni hammasi bir xil narsani tushunishimiz kerakmi? Yoki atomlarning o'zining ham xillari bor? Desa, albatta bor deysiz, to'g'rimi? Mana e'tibor bering, mana bu kattaroq sharchalar, mana bular kichikroq sharchalar. Buni biz fan tilida mana bu katta sharchani kislorod atomlari deymiz. Mana yozib qo'yaman. Kislorod atomlari. Kislorod. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Bunda nafas olamiz. Shu bo'lmasa siz nafas ola olmaysiz. Kislorodni eshitgan bo'lishingiz kerak. Qizil sharchalarni biz vodorod deymiz. Vodorod. Demak, suv molekulasi ikkita vodorod atomlari, ya'ni atomlarga ham nom berilganda sen vodorodda atomsan. Misol uchun sening isming Ali bo'lsa-da, xuddi shunday atomlarga nom berilgan. Senlar deydi, senlarning ismi Ali deydi. Mana bu demak qizil sharchalarga kimyo tilida vodorod deydi. Tushundingizmi? Bularga kislorod deb nom berilgan. Hali bularga to'xtalamiz yana. Demak,
Xulosai kalom, atomlarni o'zi ham stillarga ajraladi. Ya'ni atom deganda hammasi bir xil narsani tushunmasligimiz kerak ekan. Endi shu yerda o'rganganlarimizni xulosalaymiz. Atomlar birlashsa nima hosil bo'ladi? Atomlar birlashsa molekula hosil bo'ladi, to'g'rimi? Molekula, misol uchun mana molekula deb yozaman. 3 ta atom birlashyapti. Mana bunaqa alohida ajratib ko'rsam, mana bu uchala atom birlashib bitta suv molekulasini hosil qilyapti-da, to'g'rimi? Mana bunaqa. Mana bitta katta, ikkita kichik sharcha. Demak, atomlar birlashsa nima hosil bo'ldi? Molekula. Molekulalar birlashsa modda hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Molekulalar birlashsa deganda bular mana bu atomlarga o'xshab bir-biriga yopishib ketmaydi, unaqa bir-biri bilan bog'lanib qolmaydi. Shunchaki ular bir joyga to'plansa mana bunaqa juda ham ko'p, millionlab bo'lsa, ko'zimizga ko'rinadi, chunki bundan oldin aytdik, alohida olingan na atom, na molekula ko'zga ko'rinmaydi. Ular haddan ziyod ko'p bo'lsa, ko'zimizga ko'rinadi. Shuning uchun molekulalar to'dalanib moddani hosil qiladi. Moddaga agar biz shakl beradigan bo'lsak, nimani hosil qiladi? Jismni hosil qiladi. Chunki bundan oldingi darsda ko'rdingiz, jismlar, ya'ni jism deganda nimani tushunishimiz kerak? Siz, men, notebook, parta, yer sayyorasi, mashina nima shakli bor, massasi bor, hajmi bor, bu narsalar jism hisoblanadi. Ya'ni borliqni tashkil etuvchi narsalar jism. Jismni tarkibi nima desa modda. Moddaning tarkibi nima desa molekula. Molekulaning tarkibi nima desa atom ekan. Ko'rdingizmi? Qarang, qay darajada bog'liq. Jismlar umumiy nimani tashkil qiladi? Borliqni tashkil qiladi. Ko'rdingizmi? Mana birinchi, ikkinchi darsning o'zidanoq siz borliq nimadan tashkil topgan degan savolga javob berasiz. Borliq eng kichigi atomlardan tashkil topgan. Atomlar birlashib molekula, molekulalar yig'ilsa modda. Moddalarga qanaqadir shakl bersak jism. Misol uchun mana bu suv moddasi, hali bu suv jism emas. Agar buni muzlatib qanaqadir kub shaklidagi muz tayyorlasak, endi u jismga aylanadi. Bular butun jismlar birlashib hammasi umumiy borliqni tashkil qilar ekan.